Dunyodagi eng xavfli va eng mashhur 5 ichimlik. Ularni sotib olishda shoshilmang. Sababini esa hozir aytaman. 5-o'rinda Coca-Cola. Tarkibi yuqori fruktoza va shakar, makka jo'xori siropini o'z ichiga olgan. Bu esa semizlik va jigar kasalliklariga zamin yaratadi. 4-o'rinda Prime. Bu ichimlik tarkibida haqiqiy kofein miqdori yashiringan. Ba'zi idishlarda esa yozilgandan ko'ra 2 karra ko'p kofein bor. Bu esa uyqusizlik, asabiylik, oshqozon buzilishi, yurak tez urishi va hattoki titroq holatlar ham olib keladi. 3-o'rinda Red Bull. U sizga o'z reklamalarida uchishni va'da qiladi, ammo yolg'on reklama sabab sudlangan. Chunki uni tarkibida juda ham ko'p kofein va shakar borligi bois yurak kasalliklariga sabab bo'ladi va asab tizimini buzadi. 2-o'rinda esa Monster. Bu energetik ichimlik yurak urishini tezlashtiradi va qon bosimini ko'tarib yuboradi. Hayotingizdagi eng xavfli tanlov. Va nihoyat 1-o'rinda Starbucks Frappuccinosi. Oldin tarkibidagi ingrediyentlar sabab juda ham ko'p bahs-munozaralar bo'lgan.